Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qo'qondagi do'konimizga ikki xil variantdagi suvna so'zlarimizdan kirib kelgan 50 lik va 76 lik variantlari. Bu variantlarimizda kelar ham gazga ham benzinga ishlatsalaring bo'laveradi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring qisqacha ma'lumot berib, narxlarni aytib o'tib ketamiz. Kimga shunaqa suvna so'zlarimizdan kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib zakaz qilishlari mumkin. Xudo xolasa dastavkalarimiz bor. Kelishilgan holda yetkazdirib beriladi. Unda biz tanishishni boshladik. Dehqon akalarimiz uchun anchagina qulayliklari benzin muammo deb turishdi. Xudo xolasa do'konimizga benzin yo'q bo'lsa, gazga olib ishlasalaring ham bo'laveradi. Birinchi suvna so'zimizdan boshlaydigan bo'lsa, 76 lik Uragan firmasiga qarashli Xitoyda eng original firmalardan hisoblanadi. Motorlarga keladigan bo'lsa akalar, bularimiz motorlar 1.70 bo'ladi. 7 ot kuchli motorgacha o'yib yozib qo'yilgan ko'rishingiz mumkin. Motor 1.70, 7 ot kuchli rushnoy zavod bo'ladi. Boklarga keladigan bo'lsa akalar, boklari katta 4 litrli boklardan qo'yilgan. Benzin rasxoti akalar soatiga 500 gram bo'ladi. 500 gramdan nagurskada 8 gramgacha benzin rasxot qiladi. Bunimiz akalar qulayliklari massa datchigacha qo'yilgan. Nobodi yog'i kamayib ozayib ketsa avtomatik uzadi. Ma'lumotlarga keladigan bo'lsa akalar, ma'lumotlari bunimiz akalar 8 metr chuqurlikdan tortib oladi. 28 metr uklon soatiga 60 tonna suv chiqaradi. Tekis masofa bo'lsa bemalol 400 metrgacha kelaveradi. Kirchatkalarni ichi chugulli variant bo'ladi ko'rishingiz mumkin. Sifatlari o'ta ideal holatda ishlangan. Uragan firmasiga qarashli. Kamplayda nima bor degan akalarimiz uchun kamplayda 20 metrli pajarni shlankasi bo'ladi akalar. Xomit, kirchatkalari, sanliklari, 4 ta oyog'i, svicha kulishlari kamplayda qo'shib beriladi. Sifatlari o'ta ideal holatda ishlangan. Bunimiz akalar ham gazga ham benzinga qilib ishlasalaring bo'laveradi. Addeni mana gazga karburatorlargacha qo'yilgan. Sifatlari ham o'ta ideal holatda. Benzin bo'lmasa gazga moslab ishlasalaring ham bo'laveradi. Sifatlari o'ta ideal holatda ishlangan. Narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi akalar 1.400.000 so'mdan do'konimizga kelib xarid qilishlaring mumkin. Videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'ldim degan klientlarimizga ham 50.000 so'mdan chegirmalarni qilib beramiz. Keyingi tanishtiradigan suvna so'zimiz akalar 50 lik variant bo'ladi. Xuddi shu firmaning 50 lik suvna so'zidan Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan 50 lik bo'ladi. 76 ga qaraganda ancha kamroq suv chiqaradi. Motorlarga keladigan bo'lsa akalar, motorlari 1.70, 7 ot kuchli bo'ladi. Bunimizda ham massa datchiklar qo'yilgan. Nobodi yog'i kamayib ozayib ketsa avtomatik uzadi. Boklarga keladigan bo'lsa, boklari 4 litrli bo'ladi. Rasxotlari soatiga 500 gramdan 8 gramgacha rasxot qiladi. Bunimizni xohlasalang benzinga, xohlasalang gaz, propanga moslab ishlasalaring bo'laveradi. Sifatlari ham o'ta ideal holatda ishlangan. Ma'lumotlarga keladigan bo'lsa akalar, ma'lumotlar 8 metr chuqurlikdan so'rib oladi. 26 metr uklon soatiga 30 tonna suv chiqaradi akalar. Bunimizda ham kirchatkalari chugulli variant bo'ladi, alyuminiyli bas, chugulli variant. 5-6 yil bemalol xizmatlarini qiladi. Garantiyalari bor. 6 oyga garantiyalarni qo'shib beradi. Bunimizni ham komplektdagilar 20 metr pajan shlankasi, xomitlari komplektda, filtrlari komplektda qo'shib beriladi. Narxi 1.350.000 so'mdan do'konimizga kelib xarid qilishlari mumkin. Dastavkalarimiz bor. Kelishilgan holda yetkazdirib beramiz. Keyingi videomiz qanaqa bo'lsin degan akalarimiz uchun mana kommentariyaga yozib qoldirsalar, o'sha yerda video olishga harakat qilamiz. Do'konimizda xudo xolasa barcha turdagi suvna so'zlarimizdan bor. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsalaring, o'sha yerda video olishga harakat qilamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar.